Xo'p, tovarlar qismiga o'tadigan bo'lsak, mana bizga eslatib qo'yapti. Bitta tovarning assadkasi juda kam deyapti. Buni ustiga bo'lsak, ana o'shani ko'rishimiz mumkin. Tak, o'zi bitta bo'lib shu ekranga turibdi mana. Assadga ikkita qolgan deyapti. -2 100. Xo'p, tovarlar qanaqa ishlatiladi? Keyin hozir biz tovarlarning birinchi kategoriyasini qo'shamiz. Bizda hozir kategoriya bor, ya'ni kraskalar bor, sochiq bor. Deylik, plombalarni qo'shaylik. Stomatologiya bo'ladigan bo'lsa, masalan, kategoriya ustiga bossak, mana добавить bosamiz, ya'ni bizga endi plombalar kategoriyasi kerak. Ya'ni bizda plombalar soni bo'lishi mumkin. Добавить qildik. Mana kategoriyamiz 3 ta bo'ldi. Endi tovar qo'shamiz. Ya'ni biz tovar nomini olamiz, ya'ni deylik plomba qo'shdik. Цветной plomba deylik. Цветной plomba. Sotilish narxi masalan deylik qo'yish 350 ming so'm. O'zi narxi esa deylik 100 ming so'm. Plombalar bo'limiga qo'shamiz kategoriyasini. Artikul bo'lsa artikul narxini uni raqami bo'lishi mumkin. Artikul raqami. Va shtukmi bu yoki boshqa narsami? Единицasi masalan donami, og'irlikmi, kilogrammi masalan. Dona. Assadga uchatni yutamizmi deyapti. Ha yoki yo'q siz bilaman. Ha. Hozir masalan buni bo'lsak, hozir nechta borligini ko'rishimiz mumkin. Minimal assadga nechta masalan bo'lish kerak va shunda xabar beradi. Mana deylik hozir начальник deylik 50 ta. Добавить qilayman. Mana bizda 50 dona уже plombalarimiz bor, цветной plomba kategoriyasida. Ya'ni plombalar kategoriyasida цветной plombalarimiz bor. Buni biz masalan tovar holatda qo'shib ishlatishimiz mumkin. Shuning uchun kategoriya har doim bo'lish kerak. Masalan, kategoriyaga taalluqli bo'lmagan bo'lsa, shunaqa tovar bo'lishi mumkin. Kategoriya taalluqligi yo'q yoki masalan ma'lum bir kategoriyaga kirsa kiritib qo'yish kerak. Imkon qadar uni kategoriyasini topishga harakat qilish kerak. Hozir buni keyinchalik ishlatishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bizda endi движение tovarov bor, ya'ni tovarlarning harakatlanishi. Ya'ni biz uni ishlatamiz. Deylik, bizga mijoz keldi. Hozir gaplashamiz vaqtida prihod qilishimiz mumkin tovarni. Xo'p, qaysi tovarga prihod qilamiz? Цветной plombaga yana bizga deylik 10 ta keldi. Sotib olish narximiz deylik hozir 120 ming so'mdan oldik. Qo'shimcha qator qo'shmoqchi bo'lsak, qancha qo'shishimiz mumkin mana yana. Masalan, yana birdaniga bir nechta materialni prihod qilishimiz mumkin. Ahvolni prihod qilamiz. Xo'p, цветной plombaga 10 dona yana prihod bo'ldi. Shunda bizda общий 60 ta bor. Assadga 60 ta. Endi deylik kimgadir berib yuborsak, mana tanlaymiz, цветной plomba 60 ta bo'ladi. Nechta berib yuboramiz? 5 ta berib yuboramiz. Nima uchun yechib olyapmiz masalan? Ishlatildi tipi yoki brak. Farqi yo'q, sababini ko'rsatamiz. Bugunga masalan spesat qildik. Mana 5 ta minus bo'ldi. O'sha bizda 55 ta qoldi. Manimcha tushunarli bo'lyapti. Tex kartani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni qayerga qancha ishlatilyapti. Hozircha masalan biz plomba ishlatganimiz yo'q. Hozir doktor Ulug'bek plomba qo'yadi. Keyin shunda masalan minus qilishimiz mumkin. Xohlasak hozir shundan minus qilgan bo'ladi mana. Цветной plomba deylik 3 dona minus qilamiz. Hop, bizda deylik masalan 3 ta dona qo'yik norma va narxi ham keldi. Zakrit. Hop, обновить beramiz. Hozir buni ishlatamiz. Tak, kelinglar mijozga ishlatamiz shuni. Mana birinchi mijoz qo'shamiz. Deylik Sardor Bek. Nomerni testga ochamiz. Shart emas, bu tug'ilgan kuni deylik. 2011 yil fevral deylik. Bo'ldi, saqlanadi. Tak. Nomer soni kam bo'ldi, bo'ladi qo'shilaman. Sardor Bek mana. Endi xo'p, bunga biz nima qilamiz? Zadacha qo'yishimiz kerak, ya'ni bu kelish kerak bizga. Bu uchun biz nomerini yozib olamiz, kopiya qilamizda, dashbordga kirib. O'zi prema bu yerdan qo'shsam bo'lardi, o'zi men bu yerdan qo'shibman, endi shoshilganim uchun shekilli. Mana deylik, doktor Ulug'bekka plomba qo'yishni kiritamiz. Mana bugunga soat 18:02 ga. Nomerini qo'ysak, yana chiqadi mana. Mana shuni olamiz deymiz. Saqlab chiqdi mana. Hop, tak. Plomba. Saqlanadi. Tak, bu paytda ish vaqti emas deyapti menda.
Chunki ish vaqtini boshqa qilib qo'yganimiz kerak. Deylik, ertaga olaylik. Ertaga soat 10 da deylik. Manimcha o'zgardi. Tak, qo'shilmoqda. Tak. Mana ertaga bosamiz. Doktor Ulug'bek usulga plomba qo'yish. Tak, bu kun ishlamaydi debdi. Xo'p, biz masterimizning ish vaqtini ko'raylik. Qirqimda ekan, grafik работы. Faqat dushanba ishlar ekanlar o'sha. Tak, bo'ldi. Endi boshqa kunlar qo'shmaganman, shuning uchun. Zapis qilamiz. Doktor Ulug'bek stomatolog. Stomatolog bo'lish orzu qilganman, menimcha. Deylik, bizda dushanba 2-mart bo'lar ekan. O'nni qo'yamiz. Bo'ldi. Saqlaymiz. Mana endi qo'shildi. Xo'p, mana rasmiylar bo'yicha qo'shildi. Mana tak. Yangi haftaga mana 2-mart kuni plomba qo'yish mana. Deylik, bu brat keldi mana. Zavershgan qilishimiz mumkin. Saqlating mana masalan. Ya'ni bizga bu 300, ya'ni doktor Ulug'bekni plomba qo'yish narxi 350 ming so'm. Xo'p, shuncha pul ishlatildi o'sha unga. Qanaqa to'lov qilyapti? Naqd kartaga to'lov qilyapti va aralash qilishi mumkin. Deylik, masalan, unga bizda svetnoy plomba qo'yganmiz. Mana добавить tovarni shunday bosamiz. Tak, добавить tovar. Ishlamadi. Manimcha bak bo'lib qoldi, lekin qo'shiladi. Albatta, sizlar bo'lsangiz bu yerda qo'shiladi va plombani tanlaysiz, minus bo'ladi. Skidka berganmiz, skidkani ko'rsatishimiz mumkin, yo'q, skidka yo'q va zavershit и принять qilamiz. Bo'ldi. Xuddi shunday mana tovarlarimiz движениеga tushadi. Deylik, bitta plomba minus bo'lsa, o'sha yerdan plomba bitta minus bo'ladi. Va tex kartaga masalan chiqadi. Ya'ni hozir biz bu yerda minus qilganimizda edi, mana bu yerda mana svetnoy plomba o'sha bitta minus bo'lgan bo'lardi.